quyosh uning yo'lboshchisidir deyilgan. Bugungi kunda hatto maktabga bormagan odam ham soyaning quyosh nuri tufayli ekanligini biladi. Maktabga bormagan odam ham soyaning quyosh nuri sababli bo'lishini biladi. Shunday qilib Qur'on mutlaqo to'g'ri. Bu yerda quyosh harakat qiladi va soya paydo bo'ladi deb aytilmagan. U o'z fahmini Qur'onga kiydiryapti xolos. Dr. William Campbell Sulaymonning o'limi haqida Saba surasi 34-bob 12-14 oyatlar haqida gapirib shunday dedi. Bir odam tayoq ustida turganini tasavvur qiling va u vafot etadi va hech kim buni bilmaydi va hokazo. Mana tushuntirishning har xil usullari. Birinchi punkt. Sulaymon alayhissalom u Xudoning payg'ambari bo'lgan. Va bu mo'jiza bo'lishi mumkin. Masalan, Bibliyada Iso Masih alayhissalom o'liklarni tiriltirishi mumkin edi. Iso Masih bokira qizdan tug'ilgan. Nimani tasavvur qilish qiyinroq? Bokira qizdan tug'ilish, o'liklarni tiriltirish yoki tayoq ustida uzoq vaqt turish? Qaysi biriga ishonish qiyin? Shunday qilib, agar Xudo Iso Masih alayhissalom orqali mo'jizalar ko'rsatishi mumkin bo'lgan bo'lsa, unda nega u Sulaymon alayhissalom orqali mo'jiza ko'rsatmasin? Muso alayhissalom dengizni ikkiga bo'lib tashladi. U tayoqni tashladi, tayoq ilonga aylandi. Bibliyada shunday deyilgan. Qur'onda ham shunday deyilgan. Xo'sh, agar Xudo bunga qodir bo'lsa, nega Xudo odamning uzoq vaqt dam olishiga yo'l qo'ymaydi? Hech bo'lmaganda men unga har xil javoblar variantini beryapman. Yo'q, Qur'onda Sulaymon alayhissalom uzoq vaqt davomida tayoq ustida yotgan deb aytilmagan. Yo'q, qayerda shunday deyilgan ekan? Va bu tayoqni shunchaki qandaydir jonivor deb aytilgan. Ehtimol ba'zilar aytadiki, chumoli deydi. Balki yerning boshqa bir hayvoni kelib kemirgani har narsa bo'lishi mumkin. Aslida bu tayoqqa tiralib turgan Sulaymon alayhissalom o'lgan edi va ehtimolki har qanday hayvon kelib tayoqni silkitib yuborgan va Sulaymon alayhissalom yiqilib tushgan bo'lishi mumkin. Ammo menimcha men Qur'on bilan ziddiyatli yondashuvdan foydalanmoqdaman, chunki siz nizoli yondashuvni yoki murosa usulini tanlashingizdan qat'iy nazar, men nuqtai nazarim boshida keltirgan oyat Niso surasi 4-bob 82-oyatda shunday deyiladi. Ular Qur'onga ehtiyotkorlik bilan qarashmayaptimi? Agar u Allohdan boshqasidan bo'lsa edi, ko'p qarama-qarshiliklar bo'lar edi. Siz nizoli yondashuvni yoki murosa usulini ishlatishingizdan qat'iy nazar ma'noga bir-biridan mantiqan to'g'ri keladigan bo'lsa, siz biron bir qarama-qarshi Qur'on oyatini, ya'ni ilm-fanga zid bo'lgan bironta oyatni ham chiqarib ola olmaysiz. Men Dr. William Campbellning Sulaymon alayhissalom u yerda uzoq vaqt qolib ketganligi haqidagi fikriga qo'shilaman. Javob xuddi shu oyatda keltirilgan bo'lib, unda Sulaymon alayhissalom qulaganidan keyin jinlar aytdilar. Agar Sulaymon alayhissalom vafot etganini bilganimizda edi, bu qadar ko'p ishlamagan bo'lardik. Hatto jinlarda ham g'ayb ilmi yo'qligi, ular ko'rinmas narsalar haqida bilimga ega emasligiga ishora qilinmoqda. Jinlar o'zlarini juda buyuk deb bilganlari uchun Alloh ularda hatto g'ayb ilmi ham yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. Dr. William Campbell Nahl surasi 16-bob 66-oyatida sut ishlab chiqarish mavzusiga to'xtaldi. Qur'on nozil qilinganidan 600 yil o'tgach, qon aylanishi haqida birinchi bo'lib gapirgan kishi Ibn Nafis edi. Ibn Nafisdan 400 yil o'tgach, William Harvey g'arb dunyosida, ya'ni Qur'oni Karim nozil qilinganidan 1000 yil o'tgach, buni odatiy holga keltirdi. Siz iste'mol qilayotgan ovqat ichakka kiradi va ichakdan oziq tarkibiy qismlari turli organlarga qon oqimi orqali, ko'pincha jigar portal tizimi orqali va hatto sut ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan sut beziga yetib boradi. Qur'onda zamonaviy ilm-fan haqida ushbu ma'lumot Nahl surasida qisqacha berilgan. 16-bob 16-oyatda aytiladiki, darvoqe, sizlar uchun chorva hayvonlarida ham bir ibrat bordir. Biz sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan uchlar uchun o'timli ta'mli bo'lib chiqqan narsa toza sut bilan sug'oramiz. Alhamdulillah. Yaqinda o'rganilgan narsalar, yaqinda ilmda 50 yil oldin, 100 yil oldin degani. Qur'on ushbu ma'lumotni 1400 yil oldin eslatib o'tadi va Mo'minun surasi 23-bob 21-oyatida ushbu xabarni takrorlaydi. Campbell jamiyatda yashovchi hayvonlar haqidagi muammoni ko'tardi. An'om surasi 6-bob oyat 38. Biz yerda yashovchi har qanday hayvonni va havoda uchadigan har bir qushni siz kabi jamoalarda yashash uchun yaratdik. Dr. William Campbellning aytishicha, bilasizmi, o'rgimchak o'z yo'ldoshini va otasini va boshqalarni o'ldiradi va sher ham shunday qiladi va fil ham xuddi shunday qiladi. U o'zining axloq haqida gapiryapti. Qur'on xulq-atvor haqida gapirmaydi. Agar Dr. William Campbell Qur'onni tushuna olmasa, bu Qur'on noto'g'ri ekanligini anglatmaydi. Qur'onda ular jamoalarda yashaydilar deyilgan.
Bu haqida gapirganda hayvonlar va qushlar odamlar kabi jamiyatlarda guruhlarga bo'linib yashaydilar. Bu yerda xatti-harakatlar haqida gapirilmaydi. Va bugungi kunda ilm-fan shuni aytadiki, dunyodagi barcha hayvonlar, qushlar va tirik mavjudotlar, ular jamoalarda yashaydilar. Odamlar deganda, ular birgalikda yashaydilar. Men embriologiya bo'yicha barcha savollarni ko'rib chiqishga ulgurmagandim. Buni chiqishimning boshida eslatgandim, ammo u ko'targan mavzularning aksariyat qismini yopdim. Endi esa embriologiyasini batafsil yopamiz. Batafsil aytib o'taman. U embriologiya sohasida ko'targan masalalari men nutqimda tushuntirganimdan tashqari, u rivojlanish bosqichlarini Gippokrat va Galen aytib o'tganligini va turli slaydlarni namoyish etganini ko'rdik. Shuni ta'kidlash kerakki, kimdir Qur'on bilan bir xil narsa aytishi, Qur'on undan nusxa ko'chirgan degani emas. Deylik, men bayonot beryapman. Deylik, agar men to'g'ri, boshqa bir tomonidan aytilgan gapni aytayotgan bo'lsam, bu men o'sha kishidan nusxa ko'chirganimni anglatmaydi. Bu shunchaki tasodif ham bo'lishi mumkin-ku. Ammo mayli, ehtimol demaylik, agar biz Qur'on bilan ziddiyatli yondashuvdan foydalansak, ha mayli, u nusxa ko'chirdi desak, yaxshi gap yo'q. Unda tahlil qilamiz. Qur'on Gippokratning xatosini qabul qilmaydi. Agar u nusxa ko'chirgan bo'lsa, u hamma narsani nusxa ko'chirgan bo'lardi. U mantiqan to'g'ri. Agar u olim bo'lmasa, yaxshi, mana bunisi to'g'ri, voy, mana bunisi noto'g'ri ekan, men uni ko'chirmayman, bu to'g'ri, men buni ko'chiraman demaydi-ku. Gippokrat va Galenlarning barcha bosqichlari Qur'on bilan bir xil emas. Gippokrat va Galenlar zuluk kabi substat haqida gapirmaydilar. Ular mudg'alar haqida umuman gapirmaydilar. Buni qayerdan o'qidingiz? U yerda Gippokrat va Galen hatto ayollarda ham mani bor deyishadi. Buni kim aytgan? Hatto Bibliyada ham bu haqda aytilgan. Agar siz Bibliyada o'qigan bo'lsangiz, Leviylar kitobining 12-bobida 1-12 oyatlarda ayolning urug' berishi haqida aytilgan. Demak, aslida Bibliya Gippokratdan nusxa ko'chirgan va Bibliyada Ayubda aytilgan. Bibliyada Ayubning 10-bobi, 9 va 10 oyatlarida shunday deyilgan. Biz odamlarni sut va suzmaday qilib loydan yaratdik. Sut va suzma kabi. Bu aniq Gippokratdan yuqtirib olingan vabo. Nima uchun vabo? Chunki bu albatta Xudoning kalomi emas. Bu qism ilm-fanga zid. Yunonlarning Gippokrat va Galenlarining aytishicha, odamlar suzma kabi yaratiladi. Va Bibliya aynan shu joyda nusxa ko'chiradi. Ammo Qur'on alhamdulillah, va agar siz embriologiyaga oid kitoblarni, hattoki doktor Kitmurni tahlil qilsangiz va o'qisangiz, u Arastuga o'xshaganlarning fikr mulohazalarida haqiqat ham bor, ammo ko'pchiligi yanglishgani ham aniq deydi. Va keyin u o'rta asrlarda yoki arablar davrida Qur'on qo'shimcha ba'zi bir narsalar haqida gapiradi deydi. Doktor Kitmur nima uchun o'z kitobida Qur'onga munosib e'tibor berganini aniq ifodalagan. U hatto Arastuga, Gippokratga hurmat ko'rsatdi, lekin u yerda eslatib o'tdi. Ko'pchilik yanglishgan dedi. Nimaga u bu haqida gapirganda Qur'onni ham zikr qilmadi? Bu Qur'on Yunonlardan ko'chirilmaganligini isbotlash uchun yetarli dalil edi. Endi oy nuriga kelsak, oy nuri Yunonlardan ko'chirilgan desak, misol uchun shunday desangiz, sferik dunyo nazariyasi ham Yunonlardan ko'chirilgan. Men Yunonlardan miloddan avvalgi 6-asrda yashagan Pifagorni ham bilaman. U yerni aylanadi deb ishongan. Bundan tashqari ular quyosh nuri aks etishiga ham ishonishgan. Agar payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalom na'uzubillah ulardan nusxa ko'chirgan bo'lsalar, Yunonlar quyoshni harakatsiz deb hisoblashgan. Xo'sh, nega unda buni ham ko'chirmadilar? Yunonlar quyosh koinotning markazidaligiga ishonishgan. Xo'sh, nega Muhammad payg'ambar to'g'risini ko'chirib, noto'g'risini o'chirib tashladi? Bu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam nusxa ko'chirmaganligining dalilidir. Bu kishi ro'yxat keltirdi. Yunon tilidan Siriygacha, Siriydan arab tiliga va ko'plab tadqiqotlar. Qur'oni Karimni rad etish uchun aslida bitta gap kifoya qilardi. Qur'oni Karim Ankabut surasida aytilgan 29-bob 48-oyat. Siz o'zingizga Qur'on nozil qilinishidan ilgari biron bir kitobni tilovat qilguvchi bo'lgan emas edingiz va o'z qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz. Aks holda buzg'unchi kimsalar albatta shubhaga tushgan bo'lar edilar. U savodsiz edi. Bu tarixiy omil uning hech qayerda plagiat qilmaganligini isbotlash uchun yetarlidir. Yetarli. Tasavvur qiling, hatto juda vakolatli olim ham buni qila olmaydi. Ammo Alloh o'zining ilohiy ko'rsatmasida so'nggi payg'ambarni ummiy qildi. Shunday qilib, islomga qarshi kitob yozadigan odamlar kabi behuda so'zlovchilar g'urbatlarini oshkor qila olmasliklari uchun payg'ambar ummiy edi. Men Bibliya to'g'risida har xil yo'llar bilan bahslashni davom ettira olaman. Men uning Qur'onga qarshi barcha dalillarini rad etdim. Alhamdulillah. Qur'onning ilmga zid ekanligini isbotlovchi bironta dalil yo'q. U mening naqd 22 ta savolimga javob bera olmaydi.
Bularning birontasini ham sinovdan o'tkaza olmadi. Bor yo'q ikkitasini tahlil qila oldi xolos. Shunday qilib, 22 tasi ham Bibliya zamonaviy ilm-fan bilan mos kelmasligini isbotlamoqda. Endi esa zoologiya sohasida Leviylar 11-bobning 6-oyatida nima deganini ko'ramiz. Quyon kashf qaytaradi. Biz bilamizki, quyon kashf qaytarmaydi. Biz ilgari quyonning harakati haqida bilmasdik. Endi bilamizki, quyon kashf qaytarishga undaydigan ixcham oshqozonga ega emas. Hikmatlar kitobidagi 6-bob 7-oyatda chumolining na rahbari, na nazoratchisi va na hukmdori yo'q deb ta'kidlangan. Bugun biz chumolilar murakkab hasharotlar ekanligini bilamiz. Ularda mehnat tizimi juda yaxshi tashkil qilingan bo'lib, ular rahbarlari, nazoratchilari va ishchilariga ega. Ularning hattoki malikasi ham bor, hukmdori ham bor. Shuning uchun Bibliya ilmiy asosga ega emas. Bundan tashqari, Ibtido kitobining 3-bobi 14-oyati va Ishoyo kitobining 65-bobi 25-oyatida ilonlar changni yutadi deyilgan. Hech bir geologik kitobda ilonlar chang yutadi deb aytilmagan. Leviylar kitobida 11-bob 20-oyatda esa 4 oyog'ida yuradigan hamma qanotli hasharotlar sizlar uchun jirkanchdir deyilgan. Va ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, qush ibroniycha uf so'zining noto'g'ri tarjimasi. Qirol Jemsning xalqaro yangi versiyasida esa hasharotlar yoki qanotli jonzot bo'lishi ham kerak deb yozilgan. Ya'ni shunchaki qanotli jonzot deyilgan. Ammo Bibliyada aynan 4 oyoqli hasharotlarning hammasi siz uchun jirkanch deyilgan. Men doktor William Campbelldan so'ramoqchiman. Qaysi hasharotlarning 4 oyog'i bor? Hatto boshlang'ich maktab o'quvchisi ham hasharotlar orasida 6 oyoqlilar bo'lishi mumkinligini biladi. Ammo dunyoda 4 oyoqli hasharotlar yo'q. Bundan tashqari Bibliyada afsonaviy va ajoyib hayvonlar eslatib o'tilgan, garchi ular mavjud bo'lmasa ham. Masalan, yakkashoh. Ishoyo payg'ambarning 34-bobida 7-oyatda zikr qilingan bo'lib, unda go'yoki shunday bir ot mavjud bo'lgan deyiladi. Lug'atga qarasangiz, unda faqat afsonalarda uchraydigan ot jismli va bitta shoxi bor bo'lgan hayvon deyilgan. Mening vaqtim tugadi. Faqat shuni aytmoqchimanki, agar biron bir nasroniyning ko'nglini og'ritgan bo'lsam, uzr so'rayman. Niyatim sizni xafa qilish emasdi. Bu shunchaki doktor William Campbellning kitobiga Qur'on ilm bilan mosligini isbotlash uchun javob edi. Va Bibliya, garchi biz haqiqatan ham ko'rib chiqqan ba'zi qismlari Xudoning kalomi bo'lsa ham, ammo to'la to'kis Xudoning kalomi emas. Va suhbatimni sharafli Qur'onning Isro surasi 17-bob 81-oyatidan iqtibos keltirib yakunlamoqchiman. Haqiqat yolg'onga qarshi turganda yolg'on yo'qoladi, chunki yolg'on halok bo'lishga mahkum.